Mashina menga chiroyli narxga hisoblab bering. Hozir tillada ovoz, to'g'rimi? Tilla. O'zlarim hayajonlarim yo'qoldi menda. Sabab bilgan bo'lsangiz, bizni bitta qozon oldi, tilla qozon. Shundan keyin o'sha hayajonlar yaqindan tilla mashinalar kirib kelsa ham men o'sha anaqa qilmayman, shubhalanmayman shunaqa kechigan. Ha mayli. Buni o'zingiz yasattirdingizmi yo o'zingiz yasadingizmi? Yo'q, shu 12 yoshimizda Italiyada oilamiz bilan ko'chib ketganmiz. Oshpazlikka qiziqib, shogird bo'lib tushganman. 20 yoshimda Italiyada o'z restoranimni ochdim. Hozir 24 yoshdaman. Italiyaga ko'chib ketgansizlar? Ha. Hop, qarang, 700 yillik proba deb mana bu yerda kichkina yozilgan. Hozirgina ko'zim tushdi, lekin mana tekshiramiz. 1.315 mingdan gramiga hisobladim. 735 million 220 ming so'm chiqyapti. Yana shunga 3 million qo'shib bering. 3 million? 3 million lekin ko'p. To'g'risini aytsam qo'shib beradigan joyi bor, lekin 3 million emas. 736 million 500 ming so'm qilib beraman. Siz shuncha pulni nima qilasiz va nimaga sotyapsiz? Просто. Интересно, noto'g'rimi tag'in? Bilasizmi, shu Italiyandagi restoranimni O'zbekistonda ham filial qilib ochmoqchi edim. Shunga ozgincha pul yetmayapti. Shunga sotmoqchiman. Bo'lmasa sotmoqchi emasdim o'zi. Italyan ovqatlaridan yerkamiz-da yaqinda. Siz chiroyli narxga qilib beravering, men o'zim mehmon qilaman. Ishonavering, mana shu ko'rib olgan narxingizni xohlasangiz eslab qoling, boshqa joyda umuman bermaydi. Men sizga aytaman. Mana shu narxga olib qolaman, lekin bundan oshiq olib qololmayman. Biroz mayda-chuyda talashyapti deb o'ylamang, unaqa odatim yo'q. Qo'shib berdim qo'ldan kelgancha. Bitta tekshiraman mana shu narxni. Mayli, barakasini bersin. Bo'ldi, xo'p. Bitta tekshira oling faqat. Ha, xo'p. Tekshirdim, 745 proba chiqdi. Ozgina foizi kamroq olib qo'yaveraman. Hop, qarang, pulingizni olib keldim, buzmasdan olib keldim. Bankskiy pullarni. Bo'ladi, to'g'rimi yo donalab sanab beraymi? Menimcha shu qulay. Yo'q, bo'ladi. Hop, 100 million. 200 million. 300, 600, 700, hop, bo'pti. 1, 2, 3, 30, 5, 1,5. Mana 735 million 600 ming so'm bo'ldi. 736 500 bo'ldi. Adashib ketdim ozgina. Barakasini bersin. Hop, bilan olib chiqib keta olsangiz bo'ldi endi. Rahmat sizga. Shu lekin bir iltimosim bordi. Shularni olib chiqishga menga yordam berib yuboring. Bo'ldi, mashinangiz bormi? Yo'q, Yandexda keldim. Hali mashinamni olib chiqishga ulgurmadim. Ha, yo'llarni bilmagansiz. Bo'ldi, olib chiqishga boraman, hozir to'xtating. Xo'sh, bering, men hozir ochib turaman. Yoningizga qo'yib beraman, bo'ladimi? Ha, yonimga qo'yib bering. Xo'p, surilavering. Ana pulingiz, yaxshi yetib oling. Ha, rahmat sizga ham. Mehmonxona ochishingiz bilan yetarsiz. Ha, xo'p. Yaxshi yetib oling. Rahmat.